Xullas do'stlar, hozir biz Toshkent markazidamiz. Endi Chimkentga hozir yo'lga chiqamiz, ko'ramiz. Balki taksida boramiz, balki avtobusda endi buni yo'l davomida ko'rsatamiz. O'zi tekinga borishimiz kerak, lekin tekinga borishadimi yo'qmi, biz buni bilmaymiz, lekin harakat qilib ko'ramiz. Bizda Sineramadan albatta maxsus chegirmali sertifikatlar bor. Shuni biz pul sifatida ishlatishga harakat qilamiz. Ketdi. Hozir biz maydonning o'rtasida edik. Hozir taksi chaqiramiz. Endi chegarachi taksida borib ko'ramiz, balki taksichi aka tekinga olib qo'yarlar yoki qanaqadir nimadir qilib pulini kamaytirishga harakat qilamiz. Hozir 41 ming ko'rsatyapti. Chaqirdik, ko'ramiz, taksichi bilan gaplashamiz. Okay. O, tushadi. Shu yerda ekan. Nexia. Ha, shu o'ante orqada ekan, orqada. Ketdi, gaplashib ko'ramiz. Tekinga borsa bo'larmikan bilmayman, hozir. Odam ko'cha tekinga yurmaganman-da. Xullas taksiga o'tirgandan keyin vaziyatni tushuntirdik. Taksist video otganimizni va Chimkentga tekinga borishimiz kerakligini tushundi va tekinga olib borib qo'ymoqchi bo'ldi. Lekin taksist ham shunchaki quruq tekinga bormasin deb shu joyda 40 ming so'm narxni 20 ming so'mga tushirdik va qolganiga esa albatta biz Sineramadan maxsus promokodli sertifikatni ham berdik. Biz hozir ko'rsatyapti, shart berilgandi, Cherniyatgacha o'zi bo'lmagan Chimkent tekinga borish, bizda sertifikat bor Sineramadan 30 kunga 30 minglik. Tekinga olib borib qo'ya olasizmi agar o'sha sertifikatni bersam pulli o'rniga yoki qanaqadir chegirma qilib bera olasizmi? Biz kino platformadamizda video otdik. Bizga shunaqa shart berilgan, bunaqa sertifikatlarimiz 10 tadan oshib 30 kunga Sinerama platformasidan kanallar 170 ta onliq kanallar 35 mingdan ortiq kinolarni tekinga ko'rsangiz bo'ladi-da. 40 minglik promokod. Shu promokodni pulli o'rniga bersak bo'ladimi sizga? Buni keyin Sinerama prilojeniyasidan aktivatsiya qilsangiz bo'ladi, ko'chirib olib. Sinerama.uz saytidan ham ishlaydi. Yo'q, bizga ham nimadir beringlar. 3-mingsi. Unda keling kelishuvni ham qilamiz. Pulni yarmini berib, keyin yarmiga mana shuni bersak bo'ladimi? Imkon bo'lsa. Rozimiz? Bo'l. Buni olib qo'yursiz bo'ladi. Yo'q, balki o'g'illaringiz bo'lsa ishlatishar, lekin zo'r anaqa promokod. Uncha odam maza qilib ko'raydigan anaqa platforma. Olib qo'ying. Pulni ham beramiz yarmini. Bizga hozir shunaqa shart berishgandi. Byudjet ham juda kamda. Shunaqa. Hozir chegara yozgina qolib, to'g'risi pasportlarni tayyorlab, ketamiz. Rahmat. Mana 20 ming so'm, yarmi hech bo'lmasa olib qo'ying. Salomat bo'ling. Xursandmisiz, aka, rozimisiz? Rahmat. Sog' bo'ling. Bir amallaydik, 40 minglik joyiga 20 mingga yetib keldik. Endi bu yoqqa ko'ramiz, hozir chegaradan o'tamiz. Bu bilan kuzatib turinglar. Like bosinglar, shu paytgacha ko'r, like bosmagan bo'lsangiz. Ozgina sal hayajonda odam. Ancha bo'ldi balki bu Qozog'istonga chiqmagani. Birinchisi odam ko'p har doimdek. Hozir Qozog'istonning chegarasiga o'tamiz, O'zbekiston postidan o'tdik. Hozir Qozog'istonning postidan o'tsak, yo'q taksini harakatini qilib Chimkentga ketamiz. Zo'r video olamiz, bir amallar o'zi mumkin emas bu joylar video. Bizdan anaqa nimadir qilmaz. Xullas O'zbekiston chegarasiga yetib kelib, chegaradan o'tishni boshladik. Birinchi bo'lib O'zbekiston va undan keyin esa Qozog'iston chegaralaridan o'tib oldik. Oxiri mana O'zbekiston postidan Chimkentga ham o'tdik, Qozog'istonga. Endi hozir taksi gaplashib, maksimalni kamroq narxga iloji boricha gaplashib Chimkentga yo'l olamiz Johiraga bilan birga. Qalay bo'ldi Johiraga o'zi? Emotsiyalar zo'rmi? Normal. Chegaradan o'tib olgandan keyin esa Chimkentgacha 7000 tengaga ikki kishiga taksi gaplashdik. O'zi aslida Chimkentga tekinga borish bu nisbatan qiyin narsa, lekin biz maksimal kam xarajat bilan Chimkentga borib kelishni bugungi videoda ko'rsatib berishga harakat qilamiz.
yo'l bahona taksistga ham Sinerama proyektimiz haqida gapirib, unga ham sertifikat berishga harakat qildik. Yetib keldik oxiri. 2 soat tashib. Mana oxiri keldi Chimkentga, xullas. Ismingiz? Nurbek. Nurbek aka mana olib kelib qo'ydilar. Skidka qilgan holatda o'zi 5000 tangaga, 8000 tangaga, 7000 tangaga shaharcha olib turishmas ekan. Nimadir deb qo'ying endi anaqalarga, kuzatuvchilarga. Kelingizlar Chimkentga. Ko'ringizlar. Chimkent adem qala. Alaninglar kelinglar. Ayolga kelingizlar. Va mana Sinerama platformasidan sizga promokodni приложениyaga aktivatsiya qilsangiz, 30 kun tekinga kino, serial hamma narsa ko'rsangiz bo'ladi. Sizga. Bizdan sovg'a. Sog' bo'ling, ishingizga rivoj. Rahmat. Kelishimiz bilan Tsum degan joyga kirdik. Chimkentda odam umuman yo'q. Supermarket degan qanaqadir har xil kiyimlar narsa sotiladi. Yuringlar ko'rsatamiz. Odam yo'q. Kam вообще. Bizda supermarket bo'lsa odam pul ketadi, lekin yo'q kam ekan. Foil qo'yib aytgancha, videoni shu joygacha ko'rib, videoga like bosmagan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta hozirroq obuna bo'lib, videoga like bosing. Bu esa albatta videomizni ko'proq inson ko'rishiga yordam beradi. Va oxiri Chimkent shahriga yetib keldik va birinchi missiyamiz endi biron bir insonni topib, ya'ni nochor insonni topib, unga xayriya, ya'ni yordam ko'rsatish va boshida nima qilishni bilmasdan biz shahar markazidagi ikkitacha supermarketga kirib ko'rdik. Qarasak, deyarli odam umuman yo'q ekan va shundan keyin biz shahar markazidagi Mega Planet savdo markaziga kirib ko'rdik va shu joydan endi biz biron bir insonni qidirib ko'ramiz, yaxshilik qilish uchun. Xullas, hozir bizda ideya kelib qoldi. Hali yaxshilik qilishimiz kerak dotimon. Hozir shu magazinga kirib, bironta bolaga yo kitob yo o'yinchoq olib beramiz. Ko'ramiz. Videoning davomida ko'rasizlar nima qilishimizni. Hozir ideya kelib qoldi Johirga. Odam qidirish kerak, bola qidirish kerak. Biz birinchi bo'lib o'zi bolalarga o'yinchoq olib bermoqchi edik, lekin boshqa tarafdan ular xohlashmadi va do'konni o'zida ham video olish mumkin emas ekan va shundan keyin albatta biz do'kondan chiqib ketdik. Xullas, shundan keyin tashqariga chiqib, u yoqqa, bu yoqqa yurdik, boshimiz sal qotib qoldi. Ya'ni biz kimgadir yordam berishimiz kerak va bunaqa yordam beradigan insonni ham topishimiz kerak. Shundan keyin tepa qavatdagi kinoteatrga chiqib, biron bir insonga kinoga bilet olib berishni mo'ljal qildik. Shundan keyin 3 ta bola-chala kelib kinoga tushmoqchi ekan va shu joyda vaziyatdan foydalanib biz ularga bilet olib berdik, ya'ni kino uchun. Ulardik 3 ta odamga bilet oldik va nihoyat ikkinchi urinishga o'xshadi. Вот билет. Спасибо. Понравилось? Да, спасибо. Sog' bo'linglar. Rahmat. Hop. Нет. Hop. Gel. Endi ketdik, keyingi missiyani amalga oshiramiz. Rahmat sizga ham. Hop. Da, o'zbek, Toshkentdan. Toshkentdan. Odamlar boshqacha bo'lar ekan. 2700 tanga bo'ldi, 3 ta bilet. Menimcha 80 mingga yaqin summa bo'ldi. Yana bir aniq hisoblab, mashina yozib qo'yamiz. Birinchi yaxshilik tugadi. Endi yana keyingi yaxshilik yo'limizdan chiqib qolsa, men amalga oshiramiz. Xullas, birinchi moldan chiqib biz shaharni biroz aylandik. Shahar juda chiroyli va aylanib oxiri Chimkentdagi eng katta mollardan biri Chimkent Plazaga keldik. Yo'l yurib, mol yurib, mana oxiri Chimkent Plazaga keldik. Eng katta mol savdo markazi Chimkentdagi. Hozir kiramiz. Yana biron bir insonni topib ularga yaxshilik qilamiz va o'tgan safar esimizdan chiqib qoldi. Sertifikatimizni berib Sineramadan promokod sertifikat. Endi shuni ham beramiz keyingi insonimizga beramiz. Nega bularda tekshiradigan odam yo'q, detektorlar yo'q supermarketlarda? Men hayron qoldim. Nega? Bu ham tepada kinoteatr bor ekan. Kinoteatrga chiqib ko'ramiz. Balkim yana kinoga bilet olib beramiz, biron bir odamga. Ko'ramiz endi.
kelinlik ketdi kinoteatrni obzor qilamiz. Bungacha nadir idea kelib qoladi, ko'ringlar. Hop, mana Cinema Max degan kinoteatrga keldik. Kelib ko'rsataman. Shuni biroq bilamiz. Xuddi kassalar bor ekan. Kassaga kelib, ovqat sotib olib, bilet olib kinoga maza qilib ketsangiz bo'ladi. Bu yoqda kinoga bilet olinar ekan. Bu yoqda esa food court. Kerakli narsalarni ichishga olsangiz bo'ladi. Menimcha bizani IMAXimiz nisbatan kattaroq deb tuyulyapti, yana bilmadim. Lekin IMAX bilan menimcha bir xil. Shunaqa. Endi u yog'ini sifati, kinoni qanaqa sifatda berishadi, buni men bilmayman. Tushib ko'rish kerak. Ancha bir marta bo'lsa ham. Bilet olib beramizmi yana? Biz kerak narxni. Narxni Qimmat bo'lsa olib beramiz. qimmat bo'lsa olib bermaymiz. Brat. Kechirasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz video otuvdingiz, sizga ovqat olib bersak bo'ladimi? Tekinga. Просто men to'layveraman. O'zbekistondamizda. Bo'ladi. Qaysi biri? Videoga tushirib qo'yaveradi. Da. Keyin sovg'aman bor, sovg'aman beraman. Biz kino platformadamiz, video oldik. Yaxshi. Okey. Qaysi biri? Yo'qdi? Ketdi. Средний. Мама поговорит, ладно? Bo'ladi. Давай. И торт разный. Ikkinchi insonga ham yordam qildik. Endi bu safar sertifikat beramiz. Aniq esdan chiqmaydi. Bo'ldi, ketdi. Mana oxiri sertifikatni endi taqdim qilamiz. Bu Cinema platformasidan sertifikat promokodli. Bir oy bemalol tekinga mana shu promokod bilan 35 mingdan oshiq bo'lgan har xil kino seriallarni ko'rsangiz bo'ladi. 176 har xil o'zbekcha, ruscha kanallar bor. Qozog'iston bo'yicha bo'laveradi. Qozog'istonda ham ishlayveradi. Sizga. Promokod. 30 kun bemalol tekinga. Bu bizning platformamizda. Biz shunaqa video oldik. Chimkentga tekinga borib keldim. Keyin yordam berishimiz kerak. Mana ikkinchi inson bo'ldinglar sizlar. Sertifikatni bergan ham. Shunaqa. Rahmat sizlarga. Rahmat. Xohlasa ko'rishamiz. Shunaqa qilib ikkinchi insonga ham yaxshilik qildik va ularga albatta biz tushlik uchun tushlik olib berdik. Ular juda xursand bo'lishdi. Bo'ldi, yo'limizni davom etamiz. Yana odamlar chizib yaxshilik qilamiz. Soat 12:35 bo'ldi. Qornim ochib ketdi. Milliy taom topolmaganimizdan hozir biz plov korobchka degan joy bor ekan, milliy taomlar. Shunga kirdik. Ozgina ovqatlanib yana yo'lga tushamiz. Do'stlar, Chimkent shahrida mana shu Cinemadagi promokodlarni omadli insonlarga tarqatib chiqamiz. Endi vazifamiz Cinerama promokod tushirilgan flayerlarni biz odamlarga tarqatishimiz kerak. Xo'p, nechta odamga tarqata olamiz? Buni video davomida ko'rib bilib olsangiz bo'ladi. Promokod Cineramaga 30 kun bepul kino ko'rsanglar bo'ladi. Odam yo'q. Alishkiramiz ichkari. Assalomu alaykum. Kechirasiz. So'rovnoma o'tkazib yaxshimisiz? Ishlar yaxshimi? Assalomu alaykum. Kino ko'rishga qiziqasizmi? Yo'q, tekin promokod umuman. Okey, rahmat. Promokod besplatniy, bepul, bir oy. Shunaqa bir amali bermasak qiyin bo'ladi. Tekin bo'lsa ham odamlar olmaydi, g'alati, g'alati. Qiziq degan. Vau, men xayolim promokodni uy haqida. Lekin uy yorib qo'yishibdi, zo'r qo'yishibdi. Qiyshiq uy. Nima deyishga bilmayman. Teskari uy ekan, teskari uy. Shunaqa joylar ham bo'ladi, farqli. Gap yo'q lekin.
Просто o'zinglar ko'rishinglar kerak bor. Kino ko'rishga qiziqasizlarmi? Cineramadan 1 oylik tekin kino ko'rsa bo'ladigan promokodi bor, Cinerama degan kod. Kanal, kino xohlagan narsalar. Mayli. Bankomat ekan, o'ta faqat telefon bo'lishi kerak edi. Bu eshik yo'q ekan. Yaxshi, zo'r qilib qo'yishdi lekin. Mana shunaqa kreativ zo'r chiqqan. Zo'r qilish. Bizlar ham shunaqa qilish kerak. Ko'proq shunaqa qilib qo'ysa ham zo'r. Sinov olishga ham yaxshi qilishdi. Ha, faqat shunaqa qilib qo'ysa zo'r bo'ladi. Ketdi. Bir oy tekin kino ko'rish uchun бесплатный промокод. Cinerama. Вот сканируйте это QR-код и скачайте приложение Cinerama, и вы можете посмотреть кино, телеканале. Бесплатный промокод за 1 месяц. Cinerama. Киношная платформа. Киношная платформа Cinerama. 1 месяц бесплатно посмотреть кино, телеканал и так далее. Bo'ldi gap. Ana qo'y. Daladim, a? Epladim, bir amallar. Nimaga? Safiya! Da, lekin Safiya to'g'ri xursand bo'ldi mana. Yaxshi. Alkogol sotmaydi supermarketda. Bizda sotar ekan. Birinchi marta ko'rishdim. O'zim xullas tugadi. Sayrimiz ham, safarimiz ham endi O'zbekistonga qaytamiz va qanaqa qilib qaytishimizni ham videoda ko'rsatamiz. Imkoni boricha kamroq xarajat qilishga harakat qilamiz. Imkoni bo'lsa tekinga. Video davomida kuzatib turing. Aytgancha mashina topa olmayapmiz. Hozir Yandex kursi chegarachi 300 ming ko'rsatyapti, lekin haligi kelgan mashinamiz bizani 100 mingdan sal oshiq 150 ming atrofida olib kelib qo'ydi. 2 barobar qimmat ko'rsatyapti. Hozir ko'ramiz. Bu Yandex qilamiz, yo'q mashina topamiz. Ko'rgan bo'lsangiz kunimiz juda qiziqarli o'tdi. Ikkita insonga yaxshilik qildik va Cinerama promokod uchirilgan flayerlarni hammasini tarqatib bo'lib, ana endi biz Toshkent chegarasigacha taksi gaplashib yo'lga chiqamiz. Juda charchadi odam, maksimal harakat qilib tarqatdi, yaxshilik qilishga. Keyin bo'ldi o'zgarishi, yaxshigina tajriba. Zo'r. Shu sababli like bosib qo'llanglar, obuna bo'linglar, yangi kanalimizga xudolar shunaqa videolar ham ko'proq Xudo xolasa yana bunaqa videolar keyin ham boshqa shaharlardan ham bo'ladi. Keldik oxiri chegaraga, Chimkentdan aylandik, vaucherlarni tarqatdik, yordam ham qildik. Endi chegaradan o'tamiz, O'zbekistonga qaytamiz. Xullas, video shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Xudo xolasa yangi videolarda ko'rishib qolamiz. Bu birinchi bizlarning videomiz. Do'stlar, shu joyda videomiz esa o'z nihoyasiga yetadi va bugungi videoda Toshkentdan Chimkentgacha borguncha qanaqa sarguzashtlar bo'lganini maksimal tarzda ko'rsatib berishga harakat qildik va o'zi tekinga bordikmi, yo'qmi, bu savolga ham javob oldingiz deb o'ylayman. Va Chimkentga borib kelish uchun biz maksimal tarzda kam xarajat qilishga harakat qildik va xarajatlar qancha ketganini esa ekranda ko'rishingiz mumkin. Videoga esa like bosing va bizni kanalimizda kuzatishda davom eting. Keyingi videolarda ko'rishguncha